Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Yozyovon tumani Qorsoqolga shunaqa terasga olib kelib qo'yib berdik. Ustunlarini chiroyli qilib o'rab berganmiz tunikada. Taglari alyumin lambra bo'lgan, eshiklari shunaqa balkon profilda bo'lgan. Eshiklarini ochilib yopilishlarini ko'rishlari mumkin, idealni chiqqan. Xo'p, aynaklari yo'dviga oq paket 2 qavatli bo'lgan. Ichkarida ko'rishlari mumkin. Podagonliklari kekpalojni qo'yib bitkizib berganmiz. Eshigini ham mana yopilishlarini ko'rishlari mumkin. Tagiga xullas shunaqa besparok qilib qo'yib berganmiz. Pastiga shunaqa gilamni hisobini olib olganmiz. Shtobi hech narsa xalaqit bermasin men kirib chiqishimga degan shunaqa variant ham bor, ko'rib chiqishlaring mumkin. Hali kimga ma'qul kelsa shunaqa qilib tayini ozgina ochiq qilib qo'yib berishimiz mumkin. Xo'p, podagonlar shunaqa kengina bo'lib, chiroyli bo'lib tushgan. Ochilib yopilishlarini romda shunaqa yonga ochilsa, ochiladigan qilib berganmiz. Bunaqa qilib qaytarib qo'yiladigan bo'lsa, simga mishat qilmaydi, olibda bo'ladi. Xo'p, ustining podagonini shunaqa qilib yumaloq qilib ura berganmiz. Shunaqa akkuratni chiqqan. Xo'p, tashqaridan ko'rsatib bitta narxini ham aytaman, razmerini ham aytaman. 11,5 metrli terasga Yozyovon tumaniga 2 qavatli oyna, podagonlari, eshikda shunaqa balkon profil deyilgani bu katta qalin profildan qo'yib bergan bo'lamiz. Xo'p, shu teraskamizga 2 qavat oynasiga 19 million so'mga olib kelib qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, vodiy bo'yicha xizmatlarimiz bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilishlaring mumkin. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.